xalq qachon ko'ngli taskin topadi? Xalq ko'ngliga yaqin narsani o'qisa, ko'ngliga yaqin voqeaga, manzur voqeaga guvoh bo'lsa va nimanidir o'qib, nimanidir ko'rib o'shandan bahra olsa, bu insonni halovati mana shu aslida o'zi. Inson ko'proq ijodni yaxshi ko'radi. Aslida gazetani bayrami nima? Gazetani bayrami har kuni bitta yaxshi maqola chiqsa, o'sha maqoladan huzur qilsangiz, o'sha bayram. Faoliyatim davomida qaysi yutug'imni men bayram deb hisoblay olaman. Matbuotning vazifasi faqat axborot tarqatish emas, insondagi ruhiyatni, kayfiyatni ushlab turish. İnsondagi savodni ushlab turish, insondagi farosatni ushlab turish. Bilasizmi, gazeta o'qigan odamning savodi o'lmaydi. Devoriy gazetalar bo'lardi, tuman gazetalari, ko'p tirajli, ko'p nusxalar berdik, institutlarni gazetalari bo'lardi. Bular hammasi o'rgatib boradi insonni yozishiga. Bugun behudiylarni, alizodalarni, hozirliklarni, ishlarini davom ettirayotgan hamkasblarimiz ko'p. Mana shunday paytda ko'ngil devorini buzmasligimiz kerak biz. Avvalambor jurnalistning qo'lidan qalami tushmasin. Assalomu alaykum ustoz. Salomat bo'ling, kelayotgan bayramlar bilan. Rahmat. Va mana bugungi jurnalistika haqida umuman o'quvchilarni qanday jalb etaylik gazetaxonlikka? Albatta, avvalambor fikrni olish uchun aytilgan taklifga katta rahmat aytaman. Endi bilasizmi Shahloqxon, mana shu bayramlar ichida ommaviy bayramlar bo'ladi. Va u yoki bu kasbga atalgan bayramlar bo'ladi. Lekin jurnalistlarning bayrami, umuman qalam ahlining bayrami bu xalq bayrami deyiladi. Nima uchun? O'zi aslida dinimizda ham bitta maqsad muddao etadiki, bu din insonning komilligi bilan mavjud. Din insonning komil bo'lishini istaydi. Ya'ni ma'naviy. Ma'naviy komillik degani bu ziyoli degani. Ziyolini birinchi o'rinda turadigani ijodkor deyiladi. Shuning uchun ham ijodkor ziyoli degan gap borda. Mana shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, bizning bayramimiz, bizlar o'zimiz bir-birimizni tarbiyalaydigan bayram emas bu. Bu aksincha, xalq meni shunday jurnalistikam bor, meni ijodkorim bor, meni gazetam, jurnalim, televideniyam, meni ijtimoiy tarmog'im bor deb xalq taskin topadigan bayram bu. Bu aslida bayram emas, bu sayl bu. Ko'ngil saylida. Bu jurnalistika, umuman jurnalistlarning bayrami bu xalqning sayli, xalqning bayrami. Chunki inson ko'ngli taskin topganda har qanday xursandchilikni bayram deydi. Xalq qachon ko'ngli taskin topadi? Xalq ko'ngliga yaqin narsani o'qisa, ko'ngliga yaqin voqeaga, manzur voqeaga guvoh bo'lsa va nimanidir o'qib, nimanidir ko'rib o'shandan bahra olsa, bu insonni halovati mana shu aslida o'zi. Oladigan fikri ham. Endi ikkinchi masala shundan iboratki, nima uchun bu ulug' bayram? Nima uchun odamlar ziyoga intiladi? Aslida insoniyatni o'zi ikkita mo'jizasi bor. Dunyoda yaratgan. Birinchisi yorug'lik, chiroqni yaratganligi, ikkinchisi kitobni yaratganligi, ya'ni gazetani, mutolaani. Bu qolgan insoniyatning hamma kashfiyotlari o'ziga qarshi ishlaydi. Mana shu ikkita narsa insoniyatni komilligiga xizmat qiladi. Kitob, gazeta bular insoniyatni shuurini yoritish uchun, qalbini yoritish uchun-da. Shuning uchun ham inson ko'proq ijodni yaxshi ko'radi. Davralarda ham, mana katta to'ylarda ham tabriklab turganimizda bir yoshlardan chiqib bitta she'r o'qisa, butun davra jim bo'lib qoladi. Biz shunga moyilmiz. Butun dunyo shu narsaga moyil. Faqat uni ishlatmaymiz. Mana shunday targ'ibotdan foydalanmaymiz. Endi gazetani funksiyasini avvalambor anglab olish kerakki, matbuotda endi men ko'proq bosma axborot haqida gapiraman. Bosma axborot bu yangilik bo'lganda albatta insonlarning aloqa vositasi bo'lgan telefonga o'xshab ham. Faqat uni yozma ravishda. Xuddi xat yozganday bir-biriga pochta aloqasida gazeta orqali xalqqa davlat yoki davlatga xalq fikrini bildirgan, jurnalist fikrini bildirgan, mana shunday bir nima degan. Endi buni axborot vositasi deymiz, faqat axborot emas u. Bu gazetalar, jurnallar bular ko'ngilga keladigan juda katta ma'nolarning xazinasi. Chunki biz o'qish jarayonida faqat axborotdan boxabar bo'lmaymiz-da. To'g'rimi? Demak, inson yashaydi gazeta bilan, o'qigandan keyin uni huzur qiladi. Mana olimlar ta'kidlayapti-ku, ya'ni ko'p o'qigan odam aksincha charchamas ekan, yosharar ekan, yoki umri uzoq bo'lar ekan, yoki o'zini erkinroq his qilar ekan. Chunki sinab ko'rganmiz-da bu narsalarni.
O'qimaydigan odamning qo'liga 10 ta gazeta berganman. Mana shuni o'qing. O'qib bo'lgandan keyin mahallasiga borib endi aytib bering deganman. Aytib bergandan keyin so'raganman, og'aylar oramizda kim aqlli, menmi bu kishimi deganda, bilimdonmi deganda u kishini ko'rsatishgan. Ko'rdingmi dedim. Gazeta senga qanchalik yordam bersa, ularga aytib berding chiroyli qilib. Qara o'zingnikidek qilib hammasini. Obro'ni kim oldi? Mana demak qarang, bitta odamni 10 ta gazeta, 10 ta sonini berdim. Silab ko'rding bu narsalarni. O'zi ham ishonch hosil qildi. Va shu odam hozir 15 yildan buyon obuna bo'lib shu gazetani o'qib odamlarga aytib beradi. O'zi ham maqola yozishni o'rgandi. Bilasiz, mana gazetani hayotdagi o'rni. Bizda endi masalan boshqa mamlakatlarda ham o'tkaziladi o'zini bayramlarini yoki bir katta televideniya yoki gazetasini, matbuot nashrini bayrami ham ularda matbuot bayrami hisoblanib ketaveradi. Endi bizda mana aynan Samarqand hududida jadidlarimiz tomonidan o'sha bolsheviklar siyosati davomida paydo bo'lgan gazetalar orqali biz bugun bayramimizni nishonlayapmiz. Aslida gazetani bayrami nima? Gazetani bayrami har kuni bitta yaxshi maqola chiqsa, o'sha maqoladan bir huzur qilsangiz, o'sha bayram. Eslab qolsa-da endi. Men shuni tushunaman. Jurnalistlar uchun ham aytaman, bizda kasb bayram bo'lishi mumkin emas. Bu davlat bizni qadrlash uchun, bizni imkoniyatlarimizni kengaytirish uchun mana shunday bayram qiladi, mukofotlash uchun yoki bir o'sha kuni yaxshi gaplarni aytib olish uchun. Bu ham yomon narsa, e'tibor bor kasbga-da. Chunki hozir deyarli hamma kasblarning bayrami bor. Kasb bayrami yaxshi narsa. Lekin biz hamisha savol qo'yishimiz kerakki, mana shu bayramga biz munosibmizmi? Bayramga qarab ketyapmizmi deb. Endi ikkinchi bir bayramni ulug'ligi shundaki, nima uchun kerak? Biz matbuotimiz tamal toshini qo'ygan jadidlarimizni eslab olamiz. Biz matbuotimizda maktab yaratgan faollarimizni yo'qlab olamiz. Biz bugun safimizda halol, pokiza, jasorat bilan mehnat qilayotganlarni bir rag'batini qilamiz. Biz bugun xalqimizning munosabati bizga nisbatan qalay degan savolni o'zimizga qo'yib olamiz. Mana shuning uchun ham bu bayram boshqa bayramlarga qaraganda biz uchun, xalq uchun yaqinroq deb o'ylayman. Endi bayramni albatta kasb bayramini o'tkazishda biz bitta narsaga doim savolga javob topa olishimiz kerak. Biz o'zi faoliyatim davomida qaysi yutug'imni men bayram deb hisoblay olaman. Men kimdan nima o'rgandimki, o'sha o'rgangan kunim men uchun bayram bo'lgan. Men kimga nimanidir ibratim bilan bera oldimki, o'sha kuni men uchun bayram bo'lgan. Ana bu bayram ichidagi sanalarni bilishimiz kerak. Hodisalarni bilishimiz kerak. U shuhrat qozonish bugun albatta an'anaga kirdi. Bitta narsa berib yoki albatta men shunday qilsam hamma meni taniydi. Hamma tanishi mumkin. Hamma ko'pchilikni taniydi hammada. Yaxshini ham yomonni ham taniydi. Lekin hamma ibrat oladigan narsa bo'lishi kerak. Jurnalist u siyosiy figura. Har qanday jamiyatda ham, har qanday holatda ham, mana ilgari ham birinchi boshga ketilganda jurnalistlar bo'lgan. Chunki yangilikni targ'ib qilmoqchi bo'lganda o'sha jasoratni ko'rsatgan, qaytmagan. Ko'plar qaytib ketgan bo'lishi mumkin. Chunki har bir narsani o'zgartirish mumkin, zavod, fabrika qurish mumkin, lekin nuqtai nazarni o'zgartirib bo'lmaydi. Qiyin. Uning uchun tushuncha bo'lishi kerak-da. Mana shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu bayram biz uchun xosiyatli bayram. Endi biz O'zbekiston jurnalistlari umuman mana shu savollar atrofiga nimalarga erisha oldik-ku, nimalarga erisha olmayapmiz. Bizni umuman qiynayotgan narsalar nima? Kimdan so'rasang, albatta so'z erkinligi haqida gapiradi. Lekin biz unutmasligimiz kerak. Dunyoda O'zbekistondan tashqari ham davlatlar bor. O'zbekistondagidan tashqari ham matbuot bor. Biz o'rganishimiz kerak. Qaysidir bir shov-shuvli bo'ladigan narsani emas, balki uzoq ketadigan narsalarni. Matbuot xalqqa nimadir berib, uni bir yoqqa boshqarayotgan narsalarni o'ylashimiz kerak biz. Bilasizmi? Ana shu o'rinda bir narsani eslab o'tmoqchiman. Bir kuni Tayloqdan bir nima keldi, somsapaz ekan. Men somsa pishiraman, tandirim o'zimniki. 1,5 mingta pishiraman dedi. Xo'p dedim. Shu 1,5 mingtasini, 500tasini dedi, pulini olib maktabga beraman.
Ya'ni o'quvchilarga stipendiya qilib beryapman dedi. Bu yaxshi voqea. Men shuni yozdim bor. Mustaqillik boshlarida. Haligi odam bir haftadan keyin keldi, men rahmat aytsa kerak desam, aka nima ish qo'ydingiz dedi. Nima bo'ldi desam, u mani soliq bosdi dedi. Bu paytlar pul kam, oylik kam, har bir narsadan axtaramiz, har bir narsa pul axtaramiz. Soliqchilarga ham shunaqa haligi qo'yilganda endi talab. Nega desam, nega 500 yashiryapsan? O men buni olganim emas, bir so'mni qo'shib maktabga beraman. Yo farqi yo'q, soliqqa to'langandan keyin berasiz. Bilasizmi, qarang, matbuotni bunaqa tomonlari ham bor. Ikkinchidan, bugun hali sud bo'lmasdan gunohkor deb beraveryapmiz. U odam oqlanib ketyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketyapti-da. Mana shunday payti matbuot ijtimoiy tarmoqdan ko'ra oqilroq ish tutadi. Shov-shuvga nima bo'lmaydi. Kam chiqqan bilan ham masalan qonuniy yo'llarni tanlaydi. Mana bu tomonlari men o'ylaymanki matbuotni o'lmaydigan qiladi. Endi matbuotni yomon ko'rish mumkin emas, unutish mumkindir, esdan chiqarish mumkindir, nimadir o'qishga vaqt topilmay qolishi mumkindir. Lekin mening ko'p takliflarim bor, shulardan bittasi shundayki, matbuot bu malaka oshirishga o'xshagan narsa. O'qituvchi ham boradi, qassob ham boradi hattoki. Jurnalist ham boradi. Majburiy-ku. To'g'ri, borib malakamizni oshirib kelmasak, bizni masalan ko'p nimalardan o'qituvchi ham qolamiz, attestatsiya topshiramiz hammasi. Aytingchi, uyushmagan yoshlar deymiz, mahalla aholisi deymiz. Ularning malakasini kim oshiradi? Mana shu vazifani matbuot bajaradi. Matbuotning vazifasi faqat axborot tarqatish emas, insondagi ruhiyatni, kayfiyatni ushlab turish. Insondagi savodni ushlab turish, insondagi farosatni ushlab turish. Bilasizmi, gazeta o'qigan odamning savodi o'lmaydi. Xatosini topadi, to'g'risini topadi, nimadir o'qib turadi, nima yozilishini biladi, nima gapirishini biladi. Ko'p o'qigan odam yaxshi gapira oladi. Bundan tashqari uni ijtimoiy bizga katta ahamiyati bor. Chunki gazeta o'qilganda oila a'zolari baham ko'radi bir-biri bilan. Voqealarni, hodisalarni. Buni yaxshi yozibdi, buni yomon yozibdi, to'g'ri, noto'g'ri degan gap. Oila ham fikr bo'ladi. Vaholanki biz bugun oilamiz tarqoqmizlar. Bu telefon degani oilani gaplashish emas, u telefonda gaplashish. O ko'z-ko'zga tushmas ekan, munosabatini ko'rib, aqdga o'zgarganini bilmas ekanmiz, u biz sezmaymiz nima ekanligini. Biz insonni insondan yiroqlashtirib beryapti bu ijtimoiy tarmoq. Nafaqat aytaylik bir diydorda, insonni insondan bu og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Chunki gazetani shunday qilish kerakki, davlat o'z bo'yniga olib, uni o'zini quroli sifatida foydalanib, albatta mafkura davlatning siyosati bo'la olmaydi. Lekin gazeta u mafkuradan tashqari ham narsasi bor, uni tashkilotchiligi. O'shani berish kerak. Har bir oilaga kirib borsin, o'qisin, e'lonlarni bersin, xabarlarni, yangiliklarni qo'ysin, farmonlardagi yangiliklarni qo'yib borsin. Xalqqa shu kim beryapti hozir uni? Telefondan olamiz, telefonda yo kichik bilan olamiz, yo bir noto'g'ri raqam bilan olamiz, yo boshqa bir narsa bilan-da. Uni xalq shuni olib keyin talqin qilish har xil bo'lishi kerak-da uni. Endi albatta Samarqand matbuoti haqida gapirishim kerak baribir. Har qanday holatda men shu jarayonda shakllandim. Devoriy gazetalar bo'lardi, tuman gazetalari, ko'p tirajli, ko'p nusxalar derdik, institutlarning gazetalari bo'lardi. Bular hammasi o'rgatib boradi insonni yozishiga. Toki kitobni, gazetani hidini ko'rib, varaqlarni ushlab ko'rib, yurakka bir yuk, haligi adrenalin yuguradi-da, undan keyin odamda ishtiyoq paydo bo'ladi o'shani ko'rish. Mevalarda ham shunday, islasak, mana bu narsa bo'lmas ekan, o'sha to'rtta devorning ichida jurnalist tayyorlab bo'lmaydi. Biz esa mana hayotning ichida o'sdik, avlodimiz to'g'risi. 2-3 kursdan boshlab Zarafshonga qatnardik. Har kun borib, haydab yuborsa ham boraverdik. O'sha birinchidan odamlarning mehri, ikkinchidan ehtimol o'zimizga qiziqish bo'lgandir bu narsalar tufayli-da. Endi ehtimol shu xislatimiz boismi o'zimizga bo'lishini istab qolamiz. Ehtimol xatodir. Qayerdadir xafa qiladi, qayerdadir xafa bo'lamiz. Yoki ular xafa bo'ladi. Bo'ladi hayotda bu narsalarda. Lekin Samarqand matbuoti hozirgacha o'zini nufuzini saqlab turibdi. Men shundan xursandman. Bugun behbudiylarni, alizodalarni, hozimo'yinlarni ishlarini davom ettirayotgan hamkasblarimiz ko'p. Juda ko'p yozuvda. Bugun kitoblari chiqyapti. Masalan, bir Zarafshon gazetasini o'zini hisobga oladigan bo'lsak, masalan, yetuk jurnalistlarimiz mana Akram Haydarov, G'ofur Sherxolov, Gulruh Mo'minova, G'olibjon Hasanov bular nafaqat yozib,
gazetani maqola bilan ta'minlashga harakat qilyapti, balki o'zlari kitob ham yozyapti. Bular ham Samarqand maktabining o'ziga xos bir qirralari desa bo'ladi. Ahmadjon G'ulomovich Muxtorov muharrir bo'lganlar. Mana shu kishini yaqinda o'zini maqolalarini to'plab, bir 30-40 yilda yozgan maqolalarni to'plab chop etdik. Toshkentda fidoyi jurnalist Raim Sultonov u kishi haqidagi xotiralarini to'pladi. Bular maktab biz uchun. Undan tashqari Zarafshonda ishlab ketganlar bor, u buyuklar. Hatto Hamza shu yerda ishlab ketgan. Bilasizmi? Hamza 6 oy ishlab ketgan. O'sha Alizodaning uyida me'morlikda turgan ijarada. Bundan tashqari aytaylik, Ziyod Yusufboyev degan buyuk odamlar, Uyg'urlar maqola yozgan talaba paytida bo'lganda tasavvur qilishimiz kerakda, biz qayerda nima qilamiz degan narsalarni endi. Juda ko'p bularni sanab maqsad Mahsud Shayxzoda juda ko'p chiqishlar qilgan. Chunki Samarqandda bir muddat institutda ishlagan. Samarqand iqtisodiyot va servis institutida Oybek ishlagan, dars bergan va bevosita gazetaga chiqishlar qilgan. Bular bilan biz xursand bo'lib, 4 nafar xizmat ko'rsatgan jurnalistimiz bor. Bu ham salohiyatimizni ko'rsatib turibdi. Yoshlarimiz chiqyapti. Juda ko'p ular o'qityapmiz har yili 10-15 tasini ular o'zlari gazeta chiqarib ko'ryapti. Bu demak maktabimiz davom etyapti. Odam uslub ustida o'zi ishlash kerakda. Mana hozir juda ko'p janrlar yo'qolib ketdi. Yangilari paydo bo'lyapti. Qanaqadir ular. Buni tahlil qiladigan olimlarimiz ham bor. Ular tahlil qilish kerak. Mana jurnalistika maktabi deganimiz bu 4 ta maqola yozib, 2 ta medal orden olgan odam ustida ketmasligi kerak. Balki o'sha ijtimoiy muhitga ta'sir ko'rsatadigan maqolalar, gazetalar ustida ketish kerakda. Men shunday deb tushunaman hammasini. Tabrik so'zlaringiz. Albatta hamkasblarim hamma o'zini sohasidan gapiradi. Bugun men uni qildik, buni qildik, gazetamiz falan degan bir o'zimni maqtashdan yiroqman, chunki ko'p qator ishlayapmiz birinchidan. Vazifalarni oldimizga qo'yamiz. Bizda asosiy vazifamiz nima bugun? Bugun odamlarga haqiqiy hamdard bo'lish, gazeta. Hamfikr bo'lish. Odamlarni yaxshilikka chorlash. Odamlarni fikrlashga o'rgatish. Odamlarda nuqtai nazarni paydo qilish. Bu vazifani jamoamiz yaxshi tushunadi. Biz shunga harakat qilyapmiz. Nima uchun kerak? Biz hatto zamon evrilgan sayin o'zgarganimizni ham sezmay qolyapmiz. Ya tanagimiz kelmayapti, o'jarmiz. Yoki sezolmay qolyapmiz. Quvvatimiz yetmayapti. Biz bugun oldingi o'zbekistonliklar emasmiz. Biz juda ko'p o'zgardik bugun. Biz nihoyatda balandga chiqdik. Biz dunyo bilan bo'ylashyapmiz. Lekin ayrim odamlarimiz buni tushunmayapti. To'xta, o'zgargani nimani hisobiga o'zgarding? Davlatda oqilona siyosati va odamlarning sabr bardoshi hisobiga, tinchlik hisobiga. Biz eng avvalambor shukrona deganda mana shuni tushunib kerak. Va oxirgisi bu eng muhimi, biz fikrlamasak, tafakkur qilmasak, o'zimiz uchun jon kuydirmasak, hech kim bizlarni farovon qilib bermaydi hayotimizni. Mana bu g'oyalarni gazetada olib chiqishimiz kerak. Toki odamlar ertaga o'zini hayotini yaxshi qilish uchun o'zi kurasha boshlasin. Inson o'zini g'oyalari bilan, o'zini maqsadlari bilan, o'zini ichidagi xayollari bilan kurashni o'rgansin. Gazetani bugungi funksiyasi shu faqat axborot berish emas. Bu mumkindir, ommaviy axborot vositalarida yozilgan bo'lishi kerak. Lekin bugun ijtimoiy tarmoq ham shunday. Bitta axborot asri bugun Xitoy devorini buzib yuboryapti. Mana shunday payti ko'ngil devorini buzmasligimiz kerak biz. Ko'ngil devori davlat devoridan, mamlakat devoridan baland narsa va juda xavfli narsa bu. Gazetamiz o'ylash kerak, to'xta, jurnalimiz o'ylash kerak, televideniya o'ylash kerak, xodimlari ham. Biz xalqimizga nimani o'rgatishimiz kerak? Biz qayerga borishimiz kerak? Men o'ylaymanki, bugun har qalay juda katta maqtanish darajasida bo'lmasa-da, jamoamiz mana shu vazifani bajarishga harakat qilyapti. Shuning uchun ana shunday fidoyi jamoam nomidan, o'zim nomimdan, meni ko'rib turgan hamkasblarimni, endi safimizga kelib qo'yayotgan yoshlarimizni, erta-indin qo'shilaman deb turgan havaskorlarimizni hammasini qo'yingki, hatto bizni tinglab turgan, bizni o'qib borayotgan, bizni ko'rib borayotgan mushtarilarimiz, tinglovchilarimiz, tomoshabinlarimizni ham umumxalq bayrami. Bugungi bayram bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Avvalambor jurnalistning qo'lidan qalami tushmasin. Fuqarolarimizning esa, hamyurtlarimizning esa hamisha gazetalar, matbuot hamisha diqqat e'tiborida bo'lsin. Hayotimizga ko'z tegmasin. Salomat bo'ling.